Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli aziz do'stlar. Hozirgi kunda mana futbolchilarimizga rahmat. O'zbekiston terma jamoasi ham 48 ta davlatning ichida xudo xolasa guruhdan ham chiqamiz degan niyatlarni qilib Allohdan so'rayapmiz. Ilohim guruhdan ham chiqaylik. Yurtimizni futbolini, jamoaviy futbol ham mana shakllandi. Oldin Pokiston, yengil atletikadan chempionlar chiqardi. Mana endi futbolimiz Osiyo chempioni, yoshlarimiz Osiyo chempioni bo'ldi. Mana endi jahon chempionatiga ham yo'llanma oldik. Albatta kimlarnidir mehnati, kimlarnidir juda katta mashaqqat yotibdi. Rahmat mashalarga. Lekin internet orqali pul ishlab, yana bir marta aytaman, qolaversa xalq artisti bo'lsangiz, konsert qo'yadigan bo'lsangiz, qo'lingizdan kelsa kassada biletingizni xalq o'zi olsin. Majburlab bilet o'tkazmang. 2 million, 3 million oylik oladigan odam sizni biletingizni 150 mingdan majbur olmasin, 200 mingdan majbur olmasin. Endi o'ylang, 150 mingdan majbur biletingizni o'tkazsa yo 200 mingdan o'tkazsa, u odam 100 ming qo'shib bir qop un olgani yaxshimi, sizni konsertingizga borgani yaxshimi? Mard bo'lsangiz, madaniyat xodimi chiqib olib, patinkam munchaga oldim, ko'ynagimni munchaga oldim deb maqtanishni bilishasan. Mard bo'lsang, xayriya konserti ber. Xayriya konserti ber. Qo'lingdan kelsa. Qo'lingdan kelmasa, tadbirkorlar nimalarga, tashkilotda ishlayotganlarga majbur biletingni sotma. Shaxsan men 150 ming, 200 mingga bilet olgandan bir qop uni olib bolalarimga yegizganim yaxshi. Yana xalq artisti, 4 liklik, bir shikshik xalq artisti. Ana Xurshid Rasulov nimaga xalq artistligini ola olmayapti? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistligini nimaga ola olmayapti? Bu jonli aytadi. Jonli aytadi. Birovga kelgan patxalillik qilmaydi. Birovda qo'pol qilayotgani bir marta chiqib Xurshid Rasulovni ko'ynagini yo nimasini maqtaganini ko'rdilaringmi? Qayerga borsa jonli aytadi-da. Jonli aytmaydigan qo'shiqchilar bari osmonda. Ey madaniyat xodimlari, yana bir marta aytyapman. O'zlaringni sal yig'ishtirib olinglar. Kibrga berilib, endi Lilufar Hamidovani orqasidan to'ydik. To'ydik uni videolarini. Xalqni, yoshlarni, kelajak avlodni qo'pol qilayotganda miyasini zaharlab tashladi. Buni tartibga solib qo'yadigan tashkilotda o'zi yo'q. Tartibga solib qo'yadigan tashkilotda o'zi yo'q. Sal Lilufar Hamidova to'g'risida sal qo'polroq gapirsan, darrov sudga beradi. Bu qizimizni ham sudga beradigan odam bormi? Bir bunday totib turib, bo'ldi endi yig'ishtir og'zingni deydigan odam bormi, yo'qmi? To'g'risi o'zbek madaniyat xodimlari xafa bo'lmanglar. Meni orqamdan tosh otasanmi, oldimdan otasanmi, yonimga kelib aytasanmi, duxing yesa, konsert beradigan bo'lsang, biletingni kassada odamlar talamon qilib olsin. Ana shunda sen xalq artisti bo'lgin, xalq hofizi bo'lgin. Majburlab tashkilotlarga o'tkazib qarg'ish olmagin. Shunda ham ko'ping qarg'ish olyapsan. Og'zingni likillatib, dumingni likillatib ketyapsan. Xalqni aldab. Qachon xalqni aldashdan, xalqni ustidan kulishdan to'xtaymiz. 90% bu gapi madaniyat xodimlariga. Madaniyat xodimlarida madaniyatdan mayam qolmagan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Agar meni gapim qo'pol tegayotgan bo'lsa, menga chiqsin, men tushuntirib beraman. Shuning uchun konsert qo'yadigan bo'lsangiz, o'zingizni peshana teringizga, o'zingizni nimangizga qo'ying. Ba'dalarga majburlab bilet o'tkazmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Madaniyatlik bo'laylik, ma'rifatlik bo'laylik. O'zbek millatini
Mana futbolistlarimizga o'xshab, boksyorlarimizga o'xshab dunyoga tanitaylik, sharmanda qilmaylik. Bizdan keyingi avlodga ham chiroyli o'zbek millati qolish kerak. Millat yo'qotib yormaylik, millatni cho'kitib yormaylik. Hurmatli madaniyatchilar, sog' bo'linglar.